Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Hozirgi momentda ko'pchilik Saudiyada yoki bo'lmasa boshqa arab davlatlarida ish qilish bo'yicha juda ham ko'pchilik savol so'ragani uchun bu videoni iloji yo'q batafsil shu boshidan tayyorlab oxirigacha yetkazishga harakat qilaman. Qanaqa qilib onlayn ish topish yo'li bo'yicha hammasini sizlarga batafsil yoritishga harakat qilaman. Qaranglar, ishni ko'proq o'zinglar agar tilni biladigan bo'lsanglar, o'zinglar onlayn qidirsanglar bo'ladi. O'shani men sizlarga maslahat beraman. O'shaning uchun bu videoni oxirigacha ko'ringlar-da, qanaqa qilib Saudiyada ish topish yoki barcha arab davlatlarida ish topishni yo'lini bilib olsanglar bo'ladi. Qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar shu yo'nalishda topsanglar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki sal uzoqroq bo'ladi, lekin sizga foydali bo'ladi va o'sha orqali batafsil ma'lumot olasiz. Bu yerda sizga tayyorlaydigan videolarim CVni qanaqa tayyorlash bo'ladi, noldan shu oxirigacha yetkazish bo'yicha, undan tashqari o'sha LinkedInni ochib, uni qanaqa qilib update qilib, o'shalarni undan keyin qanaqa qilib research qilish, ya'ni ishlarni qidirish bo'yicha batafsil ma'lumot beraman. Buni men YouTube'ga ham joylayman. Agar YouTube'da ham agar yaxshi ketadigan bo'lsa, iloji boricha qisqa-qisqaroq qilib shu Instagramga ham joylashga harakat qilaman. Xo'p, hozir biz boshlaymiz. O'sha kompyuterga hozir o'tkazaman bu ekranda birma-bir tushuntirib borishga harakat qilaman. Sizlar o'sha rezyumelarni tayyorlash va o'sha LinkedIn platformasidan akkaunt ochib, o'sha orqali qanaqa qilib ishlarga apply, ya'ni ishga topshirish bo'yicha batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman. Noldan boshlaymiz. Xo'p, birinchi qismda sizlarga ko'proq e'tibor beriladigan narsasi bu CV bo'ladi. CV, rezyume, ya'ni o'zingiz haqingizda ma'lumot. Xo'p, bu rezyume bir insonga tayyorlangan va hozirda shu insonga ish qidirishi bo'yicha uje ma'lumotlarimiz ketyapti. Uje intervyular chiqdi va hozirda intervyusini o'tkazish arafasida. Xo'p, qaranglar. CVni tayyorlashda nimaga e'tibor berish kerak? Shu narsani yaxshilab e'tibor beringlar. Qaranglar. Iloji boricha bizga eng kerakli narsa shu birinchi o'rinda rasm kerak bo'ladi. Bitta rasm kerak bo'ladi. Shu ekran fonga qo'yadigan. Bu insonning yuzini yopib qo'ydim. Keyin ikkinchisi full formatdagi rasmiylar kerak bo'ladi. Bu narsani qilsanglar o'zingizlarga plyus taraf bor, chunki insonni full ko'rinish, ya'ni bo'y bastini ko'rish uchun insonga o'sha sizni ishga oladigan insonga ko'rish uchun kerak bo'ladi va undan tashqari CVga kerakli ma'lumotlar yozasizlar. Oshiqcha ma'lumotlar shart emas. Chunki bu yerda sizni o'sha kerakli qayerdanligingiz va sizni elektron pochtangiz va sizni nomeringiz va sizni pozitsiyangiz, nima ish qilayotganingiz yoki qayerda nima ish qilayotganingizni yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Plyus siz qayerda o'qiganingiz va siz agar plyus taraflari tilni qancha ko'p bilsangiz shunchasi yaxshi va o'sha tillarni yozib qo'yganingiz o'zingizga plyus bo'ladi va undan tashqari skills. O'sha ish davomida qanaqa skillsga egasiz, siz o'sha ish davomida ishlaydigan o'sha team memberlaringiz bilan ishlaydigan bo'lsangiz, shu to'g'risida yozib qo'ysangiz bo'laveradi qisqaroq. Plyus sizni work experiences. So work experience'da siz agar deylik bitta ikkita joyda ishlagan bo'lsangiz, o'sha ishlagan joyingizni yozasiz va yozganingizdan so'ng o'sha oxirgi ishlagan joyingizda nima ishlar qilyapsiz, qanaqa vazifangiz bor, o'sha to'g'risida yozasiz va undan oldingi ishlagan joylaringizda oshiqcha ma'lumot yozish shart emas. Qayerda ishlaganingiz va qanaqa pozitsiyada ishlaganingiz yetadi xolos. Shu oshiqcha. Hozirgi moment ishlayotgan joyingiz bo'lsa, o'sha joyiga mana deylik shu yerda masalan Bananzida restoranda waiter bo'lib ishlab kelyapti. Shu o'zini hozirgi momentda qilayotgan ishlarini yozib qo'ygan. Shunchaki yozib qo'ygan. Bo'ldi, shu oshiqcha narsa kerak emas. Bu inson bir marta ishlagani uchun shunaqa narsa bo'ldi. Undan tashqari men o'zimni sizga hozir o'zimni CV'imni, ya'ni o'zimni rezyumimni ko'rsatib beraman sizlarga. Bu yerda ochiq-oydin sizlarga ko'rsataman. Uni menga umuman muammosi yo'q. Chunki meni birovga yashiradigan narsam yo'q. Masalan, hozir bu rezyume menga tegishli. Bu rezyume menga tegishli. Plyus taraflarini sizlarga yozib o'tib ketaman. Qaysi taraflarni qayerga nimaga e'tibor berishinglar kerakligini hammasini e'tiborini gapirib o'tib ketaman. Xo'p,
qaranglar, menda rasmga tushganman. Bu oddiy rasmga tushganman. Xohlasanglar deb to'g'rilasanglar bo'ladi. Xohlasanglar o'zinglar tushib chiroyli qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu o'sha restoran menejeri, assistent restoran menejeriga tayyorlangan CV. O'zim haqimda yozilgan, chunki 6-7 yil eksperiencim borligi uchun shu to'g'risida yozganman. Plus mana o'zim haqimda nomerlarim, emaillarim, qayerda ishlayotganim va education, keyin plus languages, shu keyin skills, oddiy va qisqa, tushunarli. Keyin O'zbekistonda ishlagan joyimni yozmaganman. O'shaning uchun Taqado Mexican Kitchen Dubayda yozganman. Keyin qanaqa ishlaganman, oshxonasi yozganim yo'q. Keyin Dubayda yana qaysidir restoranda ishlaganimni yozganman. Qachon va qayerdaligi va qaysi pozitsiya. Keyin Saudiyaga kelganimdan keyin ham Leto kafeda ishlaganim va qayerda ishlaganligim va qanaqa pozitsiyada. Keyin o'sha Art kafeda ishlagan o'sha pozitsiya qayerligi va qaysi yilda ishlaganligim. Oshiqcha narsa kerak emas, chunki sizni ishga oladigan inson qayerda ishlaganligingiz muhim, lekin nima ish qilganligingizni o'zingizdan gaplashib tushunib oladida. CVni oshiqcha bo'rttirib yuborish shart emas. Plus mana va oxirgi joyim Kaizo by Miyazo. O'sha Kaizo va Miyazoda ishlayotgan joyimda o'sha nimaiki ish qiladigan bo'lsam, o'shalarni yozib qo'yganman xolos. Qisqa va lo'nda. Shu narsa kerak xolos. Plus undan tashqari agar sizda birorta rasmlaringiz bo'lsa, oshcha rasmlaringiz bo'lsa, o'sha rasmlarni kolleksiya qilib 3 ta 4ta oshcha shart emas. Shu 3ta 4tasini keyingi pejga, keyingi varaqqa shu rasmlaringizni qo'yib joylab qo'ysangiz, o'sha sizga yana ham ishonarli bo'ladi. O'sha siz qayerda va qanaqa pozitsiyada, qanaqa holatda, sizni ko'rinishingiz qanaqa, o'sha ham juda muhim bo'ladi. O'shani hisobiga sizga plus bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bu narsani men doimiy ko'pchilikka tavsiya qilib kelganman va shu narsani o'zim qilaman. Bu CV bilan sizlar bilan ishlab bo'ldik. Agar siz CV qilmoqchi bo'lsangiz, xuddi shunaqa, xuddi shu formatda qisqa va lo'nda qilishingizga maslahat beraman. Undan keyingi masala siz bilan ish qiladigan ishimiz LinkedIn. LinkedIn ochish. Xo'p, любой telefondan qilsangiz ham bo'ladi, yoki bo'lmasam kompyuterdan qilsangiz ham bo'ladi. LinkedIndan login yozasizda. Login qilib hozir bu meni profilimga kirib ketdi. Hozir men sizlarga narigisini ko'rsataman. Xo'p, hozir bu yerda men log out qilaman ekan, chunki sizlarga boshdan ko'rsatishim kerak. Sign out. Xo'p, LinkedInga o'sha masalan sizlar laptop yoki kompyuterdan ochmoqchi bo'lsanglar, sign with email or sign with anything qilasizlarda, sign in qilib turib, u yerda masalan meni o'sha ma'lumotlarni so'rayapti. Agar siz birinchi marta ochishingiz bo'lsa, masalan Google with sign, masalan Xo'p, sizlarga o'sha maslahatim, iloji boricha LinkedInda ochishni o'rganinglar. U oddiy masala. LinkedInni ochish unaqa qiyin darajada emas. Instagramda qanday ochgan bo'lsangiz, bu LinkedInda ham xuddi shunaqa, lekin LinkedInda juda o'sha ishlagan vazifalaringiz, deylik, CVda qanday joylagan bo'lsangiz CVni, xuddi shunday LinkedInga ham joylab chiqasiz barcha ma'lumotlaringizni. Chunki CVda qanday joylangan bo'lsangiz, LinkedIndan bir xil bo'lishi kerak. Chunki sizni o'sha ishga topshirganingizdan so'ng sizni qidirib ko'radi bu inson. Bu inson qanaqa, rostdan bormi u inson, qayerda ishlagan, reality masalalarni barchasini sizdan o'sha LinkedIn orqali ism familiyangizni yozib qidirib ko'rishadi. Xo'p, bu meni LinkedIn saytim va bu LinkedIn saytni men sizlarga hozir tushuntirib beraman bir qator. Xo'p, LinkedIn faylimga kirganimda mana bundan boshlaymiz. Okay, LinkedInda bir xil narsa bor. Masalan, meni CV qilgan bo'lsanglar, qayerga nima deb yozgan bo'lsam, xuddi o'sha narsani men shu yerga yozib chiqqanman. Deylik, mana boshlaymiz. O'sha men birinchi yozgan joyim Taqado Mexicanda ishlaganman, Dubayda. Undan tashqari restoranda supervizor bo'lib ishlaganman, Dubayda. Plus yana Letoda kelib supervizor bo'lib, keyin assistent bo'lganman. Xuddi shu narsalarni hammasini yozib chiqqanman. Uni experience
experienslarimni ham hammasini to'liq yozib chiqqanman. CVga yozmasangiz ham, lekin LinkedInga yozib chiqsangiz yana ham batafsil ma'lumot bo'ladi. Chunki LinkedInda sizni ko'p narsalarni ma'lumot yozsangiz, bu uzoq muddatda turadida. CV shunchaki sizni bog'lovchi, ish beruvchi bilan bog'lovchi ma'lumot bo'ladi xolos. Xo'p, keyin undan keyin restoranda floor manager boshlaganman Art Cafeda. Undan keyin hozirda men MFC, ya'ni o'sha Kaizuda o'sha assistent bo'lib ishlaganim yozganman. Bu hammasini shu yerda chiqarib beryapti. Xo'p, undan tashqari yana bitta narsaga e'tibor berasizlar. Bu yerda sizlarda o'zingizlar haqingizda o'sha yozib qo'yasizlar, qayerda nima ish qilasizlar, nimaga e'tibor berasizlar, как shunaqa about yourself deydi. Shu tarzda ma'lumot berasizlar, o'zingizlarga rasm qo'yasizlar chiroyli qilib, katta o'qigan barcha hammasini masalan. Xo'p, mana o'zingizlar ko'rgan bo'lsanglar, Temurbek Jabborov o'sha restoranda ishlaganini qo'yganman, current positionda qo'yganman, hospitality, Westminster. Endi bu как bo'rtirib endi oshiqcha. Saudiya Arabistoni, Riyod shu narsalarni yozib qo'yganman. Rasm qo'yganman bu yerga. Iloji boricha buni ham nima qilsanglar bo'ladi. Masalan, Instagramda qancha ko'p followerlaringiz bo'lsa, shuncha ko'p follower emas, kimga follow qilsangiz o'sha insondan sizga ko'proq ma'lumot keladi-yu. Deylik, kimgadir follow qilsangiz, u inson nimadir post yoki nimadir post joylasa, sizga обязательно sizga keladi. Chunki siz u yerda u bilan bog'lanishingiz bo'ladi va uni hisobiga sizga ma'lumotlar keladi. Deylik, hozir menda masalan men bilan bog'langanlarning soni o'sha 2000 qancha dedim? Xo'p, 2000 dan oshiq, 2000 dan ziyod inson bor. Men sizlarga to'liq ma'lumot beradigan bo'lsam, qarang, menda уже ancha odam borligi uchun menga ko'p ma'lumotlar kelib turadi. Deylik, hozir bu yerda masalan mana sizga yangi ish kelyapti mana. Ishga oldin yangi ish joylangan ekan. Bu yerda assistant manager уже qidirayotganlar bor ekan. Keyin sekin tushiradigan bo'lsangiz mana уже qayerga opening new restaurant, Maydan deyapti, so'rayapti. Уже restaurant managers, floor managers, waiters, barista shu ishlar so'rayapti. Mana уже emaillarni yozib qoldirgan. Siz o'sha CVni tayyorlab shu o'sha email orqali jo'natasiz va sizga o'sha orqali xabar keladi. Plus mana Riyodga agent hiring deyapti. Уже qanaqadir o'sha o'zini nimalarni yozib qo'yadi, vazifalarni yozib qo'yadi, nimalar qilish kerak, nimalarni qilmaslik kerak. Yana sizni professionalligingiz to'g'risida ma'lumotlar yozib qo'yadi va qanaqa pozitsiya bo'yicha. Deylik, bu yerda juda ham ko'pchilikni hiring qilyapti. Pastry chef deyapti, assistant cook, chocolate chef deyapti, barista deyapti, waitress so'rayapti, bakery, ya'ni tortlar pishiradigan shu narsalar. Masalan, if you are looking for new opportunity, don't miss out, apply deyapti. Shu o'zini informatsiyasini yozib ketgan. Keyin undan tashqari waiter position deb yozdik. Уже men sizlarga masalan qarang, Riyod mana sizlarga job hammasini ko'rsatadi. Saudi nationality so'rayapti, o'zini nimalarni yozib qo'yadi. Уже mana qarang, waiter rosa ko'p chiqarib bergan. Уже to'g'ri bir hafta oldingilari mana bu 2 oy oldingilari yozib bergan. 19 soat oldin aytgan, mana 19 soat oldin yangilik qo'ygan. Bunga shunday kirasizlar-da. Bossanglar уже sizlarga уже apply tugmasini chiqaradi. Undan oldin apply tugmasidan oldin sizlar bu yerda уже job description yozib qo'ygan bo'ladi. Nima ish qilish, qayerda ishlash, barchasini shuni o'qib chiqasizlar-da. Okay, mana o'qib chiqasizlar-da, уже mana apply tugmasini bosasizlar. Apply tugmasida masalan уже emailinglar, keyin phone nomeringlar yozasizlar, o'zingizlar rezyumelar yozasizlar, keyin submit bosasizlar. Submitni bossanglar bo'ldi, avtomatik ketdi degani. Endi hozir men submit yozib qo'ysam bo'lmaydi. Waiterga apply qilib qo'yaman. Xo'p, undan keyingi masalan, xo'p, waiter position bo'lmasin deylik. Deylik, qaysi soha deylik? IT yo'nalishini yozamiz. Masalan, IT deb yozsangiz уже masalan chiqarib beradi sizga-da. Bir hafta bo'lgan ekan, IT support service devices, back end development, management for central operations, KDA, assistant manager, IT operations so'rayapti, IT officer so'rayapti. Уже mana ko'ryapsizlarmi? Shu yerdan уже kompaniyalarning o'zining nomi ham bor, qaysi pozitsiya, qanday qilib. Masalan, deylik, hozir mana IT support service desk deyapti. Xuddi shunday. Bunga applyga kirasiz, continue'ni bosasiz.
Xo'p, mana continue bosganingizdan keyin uje mana apply sizga uje ishxona to'g'risida barcha ma'lumotlar beradi, job description beradi, responsibility o'sha siz nima ish qilishlaringizgacha hammasini yozib qo'ygan. Shularni birma-bir o'qib o'zingizga qiziqtirgan sonlarga apply tugmasini bosasiz. Bu apply tugmasidan keyingi option hozir ko'rsatadi. Internet biroz nima bo'lyapti. Mana autofill deyapti. Bu yerda rezyumeni avtomatik joylaydigan bo'lsangiz, o'zidan o'zi to'ldirib beradi. Siz to'ldirishingiz shart emas. Keyin oxirida apply with nima submit bundan keyingi nimasida submit ko'rsatadi. O'sha submitni bosasiz va doimiy LinkedIningizni va o'sha nima deydi? Gmail, ya'ni elektron pochtangizni doimiy tekshirib turasiz. Bu yerda hozir men o'sha ikkita ishni qidirgan bo'lsam, hammasida har xil ma'lumot chiqarib berdi. O'sha orqali ishni apply qilsangiz bo'ladi. Keyin sizga yana bitta maslahatim, qanaqa qilib o'sha insonlarni ko'paytirish, o'sha connectionlaringizni ko'paytirishni yo'li va foydasini aytib o'tib ketaman. Deylik, bironta insonni shu yerdan qidirasiz. Bu inson bo'lsin u yerda. Deylik, hozir masalan men o'zimni qidirib ko'rgan taqdirimda ham, masalan Temurbek Jabborov deb qidirib ko'rgan taqdirimda ham bu yerda mana connectionlaringiz, contact information и connectionlar turadi. Connectionga kirasiz. O'sha connectionda deylik, men faqat restoran sohasida ishlaganim uchun restoran sohasidagi insonlarga doim connection qilib chiqqanman. Connection qilib chiqqaningizdan keyin o'sha sizga connection qaytaradida ular. Qaytarsa siz u insonni profiliga kirib ma'lumotlarini va undan keyingi connection insonlarni qidirasiz. Xo'p, hozir men любой insonni kiraman. Masalan, deylik, bu yerda hozir flow manager shart emas. Deylik, mana human resource specialist. Deylik, bu HR da, как sizni ishga oladigan inson. Bu insondan keyin yana masalan ma'lumotlar chiqarib beradi. Bular bilan connection qilsangiz ham bo'ladi. Keyin bu doimiy post joylagan bo'ladi. Xo'p, postini ko'ramiz. Little bit slow because this microphone, this score is very low. Little, if you don't mind. Please, you can speak, no issues. Okay, so 2 kun oldin shu inson masalan Jiddaga o'sha 8 ta waiter, 3 ta hostess, 2 ta bartender, yana CDP chef de party, yana kitchenga ishchilar hiring qilgan. Hiring qilganda bu yerda sizga hozir ma'lumotni beraman, qaranglar. Bu senior CV deyapti, direct message deyapti. Bu qizni o'ziga profilini o'ziga o'sha CV'ni, rezyumeni tashab qo'y deyapti. Bu o'sha bo'yicha. Keyin bu birinchisi, bu o'sha post joylagani. Bu joylagani va keyingisi mana. Xo'p, show all the posts. Xo'p. Undan keyingilarni mana ko'rsangiz bo'ladi. Hostess hiring qilyapti Jiddaga. Yana we are hiring barista deyapti. O'sha Saudiyaga. Keyin mana o'sha yozib qo'ygan. Yana we are looking for a hostess, waitress join deyapti. O'shalar mana o'zini email pochtalarini yozib qo'ygan. Email pochtalariga doimiy xabar berib turasiz. Keyin we are looking for professional chef deyapti. Masalan, cheflarni qidiryapti agar inglizini biladigan bo'lsangiz mana. Xo'p, xuddi shunday qilib ma'lumotlarni kirib ichidan o'sha postlarni qidirsangiz bo'ladi. Connection qilganingizdan keyin va sizga yana bitta misol, siz qanday qilib connectionlaringizni ko'tarasiz o'zingizni o'sha sohangiz bo'yicha. Siz sohangiz deylik o'sha restoran sohasida bo'lsa, siz faqat o'sha director manager, operation manager, HR manager, restoran menejerlar bilan connection qilishingiz kerak. Boshqalar bilan emas. Deylik mana Atier al-Salami, human resource. Bu bilan connection qilishim kerak. Deylik mana Bashayr, bu bilan connection qilishim kerak. Haytam, bu bilan connection qilishim kerak. Chunki bular HR doimiy shunaqa ishlar bo'yicha ma'lumotlar berib yuradigan insonlar. O'shaning uchun men bular bilan doim connection qilishim kerak. Keyin sizga o'sha menejerlarni, o'sha Saudiyadagi o'sha operation manager, HR menejerlarni qanaqa qilib topsa bo'ladi. Xo'p, shu orqali masalan connectionga kirasiz. Connectionga bossangiz, o'sha insonni Riyoddagi, masalan Saudiyadagi barcha insonlarni chiqarib beradi. Deylik masalan Ahmad Hassan, restoran menejer. Bunga connection qilaman, chunki bunda doimiy o'shaqa ma'lumotlar bo'lib turadi.
Lekin masalan deylik Steve Ration French head chef deb. Head chef ham doimiy o'sha vakansiyalar joylab boradi. O'sha operation manager bu ham doimiy joylab boradi. Ishchi kerak bo'lsa, ular bilan mana shunaqa qilib connection qilib boraman. Xo'p, food and hospitality operation manager deyapti. Bu bilan qilaman. Lekin executive chef bu bilan qilaman connection, chunki ular doimiy o'shanaqa hiring kelib bo'lsa, doimiy joylab boradigan insonlar. Food and beverage manager, multi operation brand manager deyaptimi? Shunaqa. Xo'p, keyin mana restoran management deyapti. Xo'p, birma-bir ko'rib chiqib, o'sha iloji boricha HR, o'sha aytib o'tganimdek restoran manager, operation managerlar bilan connection qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. Qancha ko'p connection qilsangiz, ular qachonki post qo'yadigan bo'lsa, sizga avtomatik keladi. Avtomatik kelgan taqdirda siz o'shalarga, ya'ni apply qilsangiz bo'ladi. Bu o'sha men sizga aytib o'tganim mana. Human resource. Bunga обязательно qilishim kerak. Operation manager. Bunga operation обязательно connection qilishim kerak. Chunki nimaga? Operation manager Riyad deyapti, Saudiya Arabiyada. Bu Saudiya Arabistonda ishlayapti operation manager bo'lib. Demak, qachonki Saudiyaga ishchi kerak bo'ladigan bo'lsa, bu inson doimiy joylab boradi. Guest relationship deyapti. Как shunaqa qilib qidirsanglar bo'ladi. Xo'p, shunaqa qilib o'zingizni iloji boricha connectioningizni o'sha Saudiyadagi o'zingizni sohangiz bo'yicha insonlarni ko'paytirishingiz kerak va o'shanda sizga ko'proq ma'lumotlar o'tib, ko'proq vakansiyalar keladi. O'sha vakansiyalar orqali siz ishingizni topishingiz mumkin. To'g'ri, biroz vaqt oladi, lekin kunda 1-2 soat bo'lsa-da shu kompyuterga kirib, o'tirib shunaqa ishingizni qilsangiz bo'ladi. Bu meni profilim. Xo'p, bu meni profilimdan keyingi ma'lumot yana bitta narsani o'tib ketaman. Qachonki sizda o'sha home bor, bu yerda barcha ma'lumotlar kelib turadi. Network, my network. Bu networkga kiradigan bo'lsam, bu networkimda masalan menga уже connection qilishyapti. Bular ham уже connection qilishyapti. Mana accept qilamiz. Undan keyin yana nimalar chiqaveradi o'sha nimaiki siz bilan connection qilmoqchi bo'lgan insonlarni yuzingizga chiqarib beradi. Siz qaysi sohada ish qidirayotgan bo'lsangiz. Tushunyapsizmi? Masalan, HR humanslarni ko'proq qidirtirishi kerak, ko'paytirishi kerak. Va o'sha siz sohangiz bo'yicha barcha insonlarni sizga yaqin bo'lgan insonlarni ma'lumotlarini chiqarib beradi. Shu yerdan qidirsangiz bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda jobs. O'sha men aytib o'tganimdek, jobni qanaqa qidirsangiz bo'ladi. Iloji boricha bu yerga masalan menga kelib tushayotgan ishlarda yangiliklar, masalan assistant manager, cafe manager, team leader for food and beverage deyapti. O'sha qidirib ko'rgan soham bo'yicha masalan qarang, food and beverage manager deb kelyapti, restoran manager deb kelyapti, o'sha steward supervisor, operation manager. Endi bu katta pozitsiyalar. Chunki men pozitsiyam kattaligi uchun ko'proq katta pozitsiyalarga apply qilganimman va o'shani yo'nalishda chiqarib beradi. Agar siz o'sha kichkinaroq o'zingiz yo'nalishda qidirmoqchi bo'lsangiz, iloji boricha o'sha o'zingizni sohangizni qidirsangiz, o'z sohangiz bo'yicha chiqarib beradi. Cafe manager, o'sha ponni sohalarda. Masalan deylik, juda yangi ishlar keladi-da. Masalan, doimiy yangilab turadigan bo'lsangiz, LinkedIningizda shu sizni o'z sohangiz bo'yicha ishingizni ko'proq chiqarib beradi. Masalan, notificationlar keladi bu yerga. Masalan, kimdir sizni o'sha kimdir ishchi qidirayotgan bo'lsa, o'sha bo'yicha notificationlar keladi. Bu yerdan ko'rib, masalan, assistant manager, masalan, men aytdim-ku, soham assistant manager, masalan, restoran menejerlar qidirganim uchun menga faqat notificationlar o'sha bo'yicha keladi. LinkedInda iloji boricha o'tiring. Kuniga 2 soat, 3 soatlab o'tiring. LinkedInni o'rganing. Ichidan kirib, bu yerdan chiqib ketadigan darajada bo'lsangiz, sizga osongina ish topish ehtimoli katta bo'ladi-da. Chunki LinkedInda qancha o'rgansangiz shuncha. Keyin LinkedIningizni qancha professional qilib, doimiy update qilib, doimiy ishlab turadigan bo'lsangiz, sizga o'zlari bog'lanishadi. Deylik masalan o'zlari sizni connection qiladi. Falonchi pistonchi, qalaysan, yaxshimisan? Men bunaqa o'sha masalan deylik, mana уже menga ham bog'lanishgan. Уже yozishyaptiki, уже Al-Huzama investment companydan senga уже bog'lanyapmiz, food and beverage bo'yicha deb yozyapti. Keyin men ham bog'langanman, уже bog'lanib, уже CV'larni jo'natib qo'yganman. Endi mabodo to'g'ri kelib qolsa, mayli, muammosi yo'q degan manzilda-da. Deylik masalan kimdir sizdan ish qidirishi mumkin. Endi katta pozitsiyalarda shunaqa bo'ladi. Mana deylik bular ham o'sha bo'yicha
juda ham ko'pchilik masalan kontakt qiladi, masalan bu ham ish qidirgan, ishchi qidiryapti. Chunki sizni profilingizga kiradi, o'rganib chiqadi, o'zini o'sha hiring qilmoqchi bo'lgan pozitsiyasiga, sizni pozitsiyangiz mos keladigan bo'lsa, sizga bog'lanadi, o'zi direkt bog'lanadi. Bu ham masalan menga bog'langan. Alisher gruppadan bog'langan, o'sha CVni jo'nat deyapti. O'sha men jo'natganman CVlarimni, masalan mana hammasini jo'natganman. O'sha bu yerda mana keyingi inson LinkedInda qanchalik kuchaytirsangiz, LinkedIndan sizga ish topish oson bo'ladi va sizga bog'lanishadi. Mana deylik, siz уже qilasan yaxshimisan Timurбек, bizga restoran menejer kerak deyapti, shunga bog'lan deyapti. Уже men bo'ldi xo'p deyapmanda, kontakt deyapmanda, уже CVlarimni jo'natib, u bilan kontakt qilib olganman. Endi как sizlarga informatsiya bo'yicha aytib o'tib ketyapman. Shu LinkedIn bo'yicha men sizlarga aytibman, LinkedIndan ish qidiringlar, LinkedIndan ish qidiringlar deb judayam ko'p videolar joylayapman. O'sha orqali bemalol ish qidirsanglar bo'ladi. Xo'p, home'ga qaytamiz yana. Home'ga qaytamiz. Home'ga qaytamiz. Iloji boricha deylik, talent acquisition specialist deyapti. Bu deyapti, bu ham restoran opening bo'lyapti ekan. Bu Rasalhaym, ya'ni UAEda, Dubayda shahridan keyingi shaharda nomi. O'shalarga уже masalan уже boshlanadi. Supervisor, waiter, waitress, sales executive, food runners, chef de parties shu pozitsiyalarga qidirishyapti ekan. Xo'p, keyingi masala. Hozir keyingi masala qanaqa qilib apply qilish bo'yicha sizlarga ozgina qisqa qilib o'tib ketaman. O'shandan ham ma'lumot olsanglar bo'ladi. Chunki doimiy LinkedIndan прямой ma'lumot topib, emailini olib, o'zinglarning emailingdagi joylaysizlarda, o'sha yerdan прямой yozasizlar. Xo'p, bu meni email pochtam va bu yerga men doimiy yaqinda o'sha bir insonga apply qilyotgandik. O'sha masalan deylik, ko'ryapsizlar nechta apply qilib chiqqanim. O'sha mana kamida bir 10 ta 15 tadan ko'proq apply qilganman. Deylik, masalan, bitta HR konsultantga apply qilayotgan paytim mana dear HR consultant, I hope this email finds you well. I hope this email finds you well deb turib, barcha ma'lumotlar, masalan, qaysi pozitsiya bo'yicha apply qilayotganlarim barchasini yozib chiqqanman-da. Keyin qayerdaligim, masalan, currently I'm based in Uzbekistan deb yozganman va O'zbekistondan turib ish qidiryapman, Saudiyadan deb turib yozganman va u yerda o'sha CVsini joylab jo'natib yuborganman. Shunaqa qilib jo'natib, deylik, masalan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta, deylik 13 14 ta, deylik 15 tacha ishga joylagan bo'lsam, 15 tasidan hozir javob keldi, to'g'ri, bittasidan javob keldi. Masalan, sizlarga to'g'risini ko'rsataman. Bittasidan javob keldi. Mana yozyaptiki, hi, kindly share with me your contact details for WhatsApp number deb. Chunki WhatsApp nomeri yo'q ekan bu insonda va o'shaning uchun bu aytyaptiki, WhatsApp nomeringga bog'lanib bo'lmayapti, WhatsApp nomeringni jo'nat deyapti, as soon as possible deyapti. Keyin bu yerda yozib javob qaytarib yubordim. This is my WhatsApp number deb turib WhatsApp nomerini joylab yubordim. Undan keyin yana hali ham bog'lana olmayapman dedi. Undan keyin bo'ldi, tashlayveraman dedi. Mana o'sha o'zim kontakt qilaman deb uni nomerini olgandan keyin o'sha masalan sizlarga hozir buni ko'rsataman. Xo'p, WhatsApp nomeriga kiriladi. Masalan, bu yerda o'sha insonni masalan xabarlarni ko'rsataman, chunki bugun kelgan edi. Xo'p. Mana boshidan ko'rsataman sizlarga. Qayerda, nima deb kelingan, o'sha masalan menga jo'natilgandan keyin o'sha aytayaptiki, yozib yubordim dedi. O'sha insonga yozib yuborgandan keyingi holat aytaman men sizlarga hozir. Yozib yuborgandan keyingi holat mana
u ham yozdida, u ham yozdi mana. O'sha yozgandan keyin o'sha ertaga bog'lanaman dedi. O'sha kompaniya haqida ma'lumotlarni jo'natdi. Bu insonga jo'natgandan keyin intervyusini belgilayapti. Qaysidir kunda tanla deb. O'sha masalan, kunda tanlagandan keyin 25-kuni Xudo xolasa intervyusi bo'ladi. Intervyusidan o'tgandan keyin Xudo xolasa yangi yil eshitib qoladigan bo'lsak, ajo'mas. Shunaqa bo'ladi. Shunaqa qilib sizlarga bog'lanishadi. Sizlarga ponni ish bo'yicha shunaqa bog'lanishgandan keyin sen bemalol Saudiyaga kelib o'sha bo'yicha ishlasanglar bo'ladi. Sizlarga to'g'riroq tushuntirishga harakat qildim. Iloji boricha LinkedInga kirib o'tiringlar, yotib olsanglar ham bo'laveradi. O'sha uxlab qolmanglar, lekin yotib olinglar. O'sha yotib qidirsanglar ham bo'laveradi. Agar rost sizlarga ish kerak bo'lsa, onlayn ish qidirmoqchi bo'lsanglar. Bunda sizlar onlayn o'zinglar 1 so'm pul sarflamasdan topasizlar. O'sha topganingizda kompaniyani o'zi bilan yuzma-yuz chiqib ish topasizlarda, u kompaniya sizga vizalarni, biletlargacha jo'natib berishadi va siz прямой Saudiyaga, boshqa davlatga bemalol ishga kelsangiz bo'laveradi. Shunaqa.